Assalomu alaykum. Bugungi bemorimiz Xayriddin aka. Bularga ham Alloh mukammal shifo bersin. Hozir yaxshilar, alhamdulillah. Hozir uyga javob beryapmiz. Bularni ham yarali kalit bilan pouch operatsiyasini bajarganmiz. Birinchi operatsiyalari o'tgan yil yanvarda bo'lgan edi. Mana oxirgi operatsiyani ham qilib, ikki og'iz ileostomani yopib, hozir katta hojatga tabiiy yo'l bilan chiqyaptilar va hozirda endi uylariga javob beramiz. Xayriddin aka, nima deysiz endi klinika haqida, ustoz haqida? Ustoz haqida katta rahmat hammalariga sizga. Men o'ylamadim, men shuni yaxshi bo'lib ketaman deb. Bormagan joyim qolmabdi, to'g'risini. Bormagan joyim qolmabdi. Mana katta rahmat sizga. Nechta joylarga borasiz? Men Samarqandga ham yotib keldim. Buxoro ham qolmabdi. Toshkentga o'zga ham kelib ketdim o'sha 2008-yil. Bizlarni kim tavsiya qildi? Bu yerda tavsiya kiyamiz internet orqali bo'g'man ham gaplashgan. 100% internet orqali. Sizni o'zingiz bilan gaplashgan. Bo'ldi. Akajon, Alloh sizga mukammal shifo berib, oilangizga rahmat. Oilangiz ustiga boshiga bosh bo'lib, to'ylarni o'tkazib, nevaralarni, sevaralarni baxtini ko'rib bering. Rahmat aka. Sanoat. Sog' bo'ling.